Kim yoniga kelyotdingiz? Avtohalokatga uchragan bemor oldiga kelyotgandim. 307-palataga olishibdi. Siz Otaxonovga kim bo'lasiz? Ayoli bo'laman. Xo'jayingiz jiddiy jarohat olganlar. Umurtqa pog'onalari singanligi sababli nogiron bo'lib qolish xavflari bor. To'xtang. Xo'jayingizdan xabar olmaysizmi? Umrim oxirigacha nogiron ayirib boqish niyatim yo'q. Kelganimni bilmay qo'yursan. Otaxonov, ancha ahvolingiz yaxshi. Agar nimadir kerak bo'lsa, Jumayeva desangiz meni chaqirib berishadi, xo'p? O'z ayolim vafot qilmasdan shunaqa paytda tashlab ketganda sizdan nima ham yordam so'rardi. Voy asal qizim mani. Adasi mana ishdan bo'shadim. Nimaga tinchlikmi orasiz? Oyjon gummaxonim qilishga ulgurolmay qotgan ekanlar. Zakazingiz ko'payib ketibdi. Etmaysizmi adasi? Shunga Oyjonga ham yordam beraman. Sizlar bilan ham ko'proq vaqt o'tkazsam, xursand bo'laman-da. Ushmang faqat adasi. Onajon, duo qiling, yangi fil ochilishiga ketyapman. Siz sharofatingiz bilan shu martabalarga erishdim. Bolam, mani sharofatim emas. Kelinim yetaklab kelgan yetimni boshini silaganing uchun Alloh taolo seni martabangni ulug' qildi, bolam. Umringni oxirigacha shu ayoling bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli yashagin. Amin. Allohu akbar. Telefoningiz jiringlayapti. Olabay, shundoq labzaydan kelayotganda Malika chorrahaga yetmasdan chap qo'linglarda Gummaxonim yozilgan. Tashqarida turibman, olib kelaveringlar shu yerga. Ha, Malika bozor, ha. Xo'p bo'ladi, xo'p. Qara, non choy qandlarni tekin qilib qo'yinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ish so'rab kelgandim, qiynalib qoldim bolalarim bilan. O'shanga yordam berib yubora olasizmi? Voy, men bu yerda oddiy ishchiman. Mana xo'jayinning o'zlari o'tirib turib so'ray qoling. Voy siz. Ana endi oldingi Shokirboyga qaytibsiz. Men hamma ayblarimni tushunib yetdim. Keling, hammasini boshdan boshlaylik. Ishxonam ham yopilib ketdi. Pulsiz qiynalib qoldim. Rosa qadringiz bilinyapti. Endimi? Tillamni toshga almashmayman. Onasi chiq ketdi. Mashinaga chiqib turgan. Men qara, ana ayolga nima yordam kerak bo'lsa yordam qilganda Gummaxonim Sabir 3-4 million pul ham berib yuborgan.